Mana bugun 25-son Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirishni tashkil etishda bugungi tadbirimizni, amaliy seminarimizni tashkil etyapmiz. Yoz o'tmoqda soz shiori ostida yozgi sog'lomlashtirishni tashkil etish bo'yicha seminarga xush kelibsizlar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 90 kunlik yozgi sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini to'g'ri tashkil qilish yuzasidan seminar tashkil etilibdi. Juda ham chiroyli o'tdi. Rahmat aytaman kattakon bu bog'chaga. Juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Yanagi safar seminarlarga tarbiyachilar bilan tashrif buyurishga harakat qilaman. O'yin bolalarning ertalabdan kechgacha bo'lgan faoliyatini mazmunli, qiziqarli, chiniqish tadbirlarini tashkil etgan holatda o'tishini o'rganib juda katta yangiliklardan boxabar bo'ldim.